Bir do'stim bor. O'ta xotinboz. Ko'zi o'ynab turadi. Ko'chaga chiqsa ko'zi bulbul sanaydi. Xotiniga ochiqchasiga xiyonat qiladi. Allohning shariatiga xiyonat qiladi. Gunoh ma'siyatlarga botadi. Xotini ham erini ochiq xiyonatlaridan bezor bo'lgan, jonidan to'ygan. Xotinni ham lo'q qiladi, boplab aldaydi. Nima qilay? Men senga xiyonat qilish uchun bu gunoh ma'siyatlarni qilayotganim yo'q. Irodam yetmaydi-da. Men qiynalib ketaman. Men sendan boshqa hech qaysini yaxshi ko'rmayman. Men faqat seni yaxshi ko'raman. Bo'lmasa sen menga yordam bera qol, mana shu yo'ldan sen meni qaytara qol deydi. Zo'r usul. Xotini ham hayron. Erini bu yo'ldan qaytarish uchun, erini bu harom yo'llarga kirmasligi uchun erini ko'chaga chiqarmaslik kerak. Er ko'chaga chiqmaydigan bo'lsa, unda tirikchilik nima bo'ladi? Natijada er yana ko'chaga bemalol chiqaveradi va qilayotgan ishlarida, gunoh ma'siyatlarida yana bemalol davom etaveradi. Xotini mayli qornimga teping, mayli onamdan so'king, lekin menga xiyonat qilmang, iltimos deb har kuni yalinadi eriga. Oyoqlarini yuvib qo'yadi, erini massaj qilib qo'yadi. Har kuni eridan 5 marta yalinib so'raydi. Iltimos, menga xiyonat qilmang. Eri ham 10 marta va'da beradi. Bo'pti, senga xiyonat qilmayman. Lekin har kuni 20 marta va'dasini buzadi. Lekin eng achinarlisini endi aytaman sizga. Shunday do'stlarim bor. Ular bolam chaqam deydi, gunohlardan hazar qiladi. Topganini ro'zg'origa olib keladi. Faqat xotinim bo'lsin, bola chaqam bo'lsin deydi. Faqat oila a'zolarini baxtli qilish uchun o'zlarini hayotlarini fido qilib yuborgan. Salkam bo'lmasa ularni payg'ambar deb yuborasan. Lekin mana shu do'stlarim baxtsiz. Xotinlari bu do'stlarimga quyosh nurini ham hattoki ko'rsatmaydi. Do'stlarimni xor zor qilishadi. Har kuni bir nag'ma. Xotinlar xo'mrayib qovoqlarini uyib yurishadi. Er kelib, "Ha, bugun endi yana nima nag'ma? Yana nimani boshlayapsan? Yana nima yoqmayapti senga? Nimaga xo'mrayib olgansan? Nimaga qovog'ing uyilgan? Bu safar nimani xohlayapsan?" desa, "Siz kecha menga nito qaradingiz" deydi. "Yo'q, nito qaraganim yo'q" desa, "Siz meni kecha jerkidingiz. Falon aytgan gapim uchun siz meni jerkidingiz" deydi. "Men seni jerkiganim ham yo'q. Men kecha ishdan charchab kelgan edim, qornim och edi" desa, "Yo'q, siz meni jerkiyverasiz. Siz meni faqat jerkiysiz" deydi. Siz meni faqat jerkiysiz deb shunday mukammal axloqli erlarni jonidan to'ydirib yuborishadi. Hayot shunaqa. Shunday bo'lib kelgan, shunday bo'lib boraveradi. Ba'zida insonlarni farzandlarim uchun yashayapman degan gaplarni eshitamiz. Xoh ayol, xoh erkak bo'lsin, xoh ajrashgan, xoh turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsin, hayotda yolg'iz farzandlar bilan qolgandan keyin u erkakmi, ayolmi, ba'zida eshitamiz. "Men farzandlarim uchun yashayapman" deyshadi. "Nega nikohlanmaysan? Nikohlansang-chi, nikohsiz qanday yashaysan?" desa, "Yo'q, men farzandlarim uchun yashayapman" deyshadi. Lekin shunday qoida bor. Farzandlaringizni baxtli yashashini xohlasangiz, o'zingiz baxtli yashang degan qoida bor. Siz o'zingiz baxtsiz yashab farzandlaringizga qanday baxt berasiz? Siz o'zingiz baxtli bo'la olmasdan farzandingizni qanday baxtli qilasiz? Agar siz farzandlaringizni baxtli yashashni xohlaydigan bo'lsangiz, unda siz birinchi navbatda o'zingiz baxtli bo'lishingiz kerak. Baxt ulashish uchun o'zing baxtli bo'l. Sog'lik ulash uchun o'zing sog' bo'l. Boylik ulash uchun o'zing boy bo'l degan qoida bor. Siz o'zingiz baxtli bo'lsangizgina birovga baxt bera olasiz. Siz o'zingiz boy bo'lsangizgina birovga boy bo'lishni o'rgata olasiz. Siz o'zingiz sog'lom yashashni bilsangizgina birovga sog'lom yashashni o'rgata olasiz. Siz o'zingizda bor bo'lgan narsanigina birovga bera olasiz. O'zingizda yo'q bo'lgan narsani birovga bera olmaysiz. Xoh ajrashgandan keyin, xoh turmush o'rtog'ingiz vafot etgandan keyin sizni baxtsiz ekanligingizni sizni o'zingizda gapingizdan bilmasligi mumkin. Siz balkim buni ichingizda yashirarsiz. Lekin sizni yurish-turishingizdan, ko'z qarashlaringizdan farzandingiz sizni baxtsiz ekanligingizni his qilishadi. Yuraklarini tub-tubidan his qilishadi. Bola eshitganini qilmasligi mumkin, lekin ko'rganini aniq qiladi. Siz farzandingizga
100 ming marta baxtli yasha deganingizda u sizni aytganingizni qilmasligi mumkin. Lekin siz o'zingiz baxtli yashashni unga amaliy ko'rsatib berganingizda u aniq buni qiladi. O'zingiz erisha olmagan baxt haqidagi ertak safsatalaringizni farzandingiz boshiga uradimi? Ularni safsata ekanligi, quruq gap ekanligini ular juda ham yaxshi bilishadi. Siz ularga sizlar yaxshi yashashlaring kerak, baxtli yashashlaring kerak deb 100 ming marta aytsangiz ham uni o'ziga qabul qilmaydi. Chunki siz aytayotgan ana shu baxtga qanday erishish kerakligini ular bilishmaydi. Vaqti kelib, oradan ko'p yillar o'tib, siz farzandlaringizga sizlarni baxtli yashashlaring uchun men turmush qilmadim degan gapni aytsangiz, ulardan ma'lumotni zo'rini eshitasiz. Turmush qilishingiz kerak edi, otajon yoki onajon deyishadi. Nega turmush qilmadingiz? Biz sizga xalaqit berarmidik? Siz turmush qilishingiz kerak edi. Nega qilmadingiz deyishadi. Sizni farzandlaringiz uchun, bolalaringiz uchun go'yoki qilgan fidokorligingiz ana shu joyga kelganda bir tiyin bo'ladi. Nikohda 70 va undan ko'p baraka bor. Molingga, joningga, ilmingga, sog'ligingga, kayfiyatingga, hattoki yuzingdagi nuringga. Nikohli hayotni ushlab qolish ko'p jihatdan insonni o'ziga bog'liq. Ba'zida erlar ikki o't orasida arosatda qolib ketishadi. Ona, ya'ni qaynona keliniga biron bir ish o'rgatmoqchi bo'lsa, kelin u ishni o'rganishni xohlamaydi. Xo'p bo'ladi deyishni bilmaydi. Labbay onajon, xo'p bo'ladi, uzr onajon, rahmat onajon deyishni bilishmaydi. Chunki bu so'zlarni hattoki o'zini onasiga ham aytmagan. O'zini qizlik vaqtida hattoki o'zini onasiga aytmagan narsani sizni onangizga aytarmidi? Begona onaga aytarmidi? Eringiz onasini sizdan 1000 chandon ustun ko'rsa, xursand bo'ling. Chunki vaqti keladi, o'g'lingiz keliningizdan sizni 1000 chandon ustun ko'radi. O'zingiz qarib qaynona bo'lganingizda, o'zingizni o'g'lingizga kelin tanlab olib berganingizda, endi ro'zg'orimni kelinimga topshiraman deb turganingizda, keliningiz yuzingizga sapchib tursa, zaharini sochib tursa, xo'p bo'ladi oyijon, labbay oyijon deyishni bilmasa, dodingizni kimga aytasiz? Shuning uchun oilaviy munosabatlarda eng yaxshi usul o'zini raqibining o'rniga qo'yib ko'rish. Agar ota-ona bo'lsangiz u farzandingiz aytganingizga kirmayotgan bo'lsa, o'zingizni yoshligingizda eslab ko'ring. Ana shu yoshligingizda, mana shu holatlarda otangiz bilan konfliktlar nimalardan chiqardi? Agar siz qaynona bo'lsangiz u keliningiz bilan nomurosasozlik bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni yoshligingizda eslang. O'zingiz yosh kelinlik vaqtingizda qaynonangiz bilan mana shunday konfliktlar, nomurosasozliklar nimalardan kelib chiqardi? Yoki o'zingiz kelin bo'lsangiz u qaynonangiz bilan kelishmovchiliklar kelib chiqayotgan bo'lsa, siz o'zingizni qaynonangizni o'rniga qo'yib ko'ring. Tasavvur qiling, sizni o'g'lingiz uylandi va sizni 40 yillik ro'zg'oringizga o'g'lingizni orqasidan kelgan bir jiblajibon xo'jayinchilik qilyapti. Sizni har bir qilayotgan ishingizdan, qiliqingizdan qiyiq qidiryapti va sizni o'g'lingizga yomonlayapti. Ro'zg'oringizni bulg'ayapti. Siz o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Qolaversa, o'zingizni eringizni o'rnida tasavvur qilib ko'ring. Tasavvur qiling, siz ersiz. Sizni xotiningiz sizni onangizni aytganini qilmayapti. Onangiz unga ro'zg'or o'rgatmoqchi bo'layapti. Ro'zg'orni butlash, tozakorlikni, oshpazlikni, pazandalikni, xushmuomalalikni o'rgatmoqchi bo'layapti-yu, lekin sizni xotiningiz yo'q. Meni bo'lganim shu. Xohlasang ana, xohlamasang mana deb turibdi. Siz kimni tanlagan bo'lardingiz? Shu o'rinda ikki og'iz o'git bermoqchiman. Bu o'gitim onamni rozi qilaman deb xotinidan ajrashayotganlarga. Xotindan ajrashish uchun o'ta jiddiy sabab kerak. Va bu sabablar davolanmasligi muqarrar bo'lish kerak. Mana shu sabablar, o'ta jiddiy sabablar kelajakda ham davolanmasligi muqarrar bo'lgandagina xotinidan ajrashish mumkin. Onamni rozi qilaman deb
xotinni jazolash uchun xotindan ajrashilmaydi. Chunki ona ham ayol, xotin ham ayol. Bir ayolni xursand qilaman deb ikkinchi ayolni xafa qilish noto'g'ri. Onam bitta, onamni topolmayman, xotin ko'cha to'la xotin, xotinni topib olaman deydiganlarga ham nasihatim shuki, siz ajrashmoqchi bo'lgan ayol ham kimningdir onasi. Siz bir onani xursand qilaman deb uni noto'g'ri talabi bilan boshqa bir onani xafa qilishga haqqingiz yo'q. Bu na dunyoviy, na samoviy qonun qoidalariga to'g'ri keladi. Xo'p, mayli, siz onani rozi qilaman deb xotiningizdan ajrashdingiz ham deylik. Yana javrni siz tortasiz. Har eshikka bosh suqib xotin qidirasiz. U xotinga uylandingiz ham deylik. Lekin bir muammoyingiz ikki bo'ladi. Sizni birinchi xotiningizdan ajratgan ona ikkinchisidan ham ajratadi. Bunga men o'z tajribamdan kelib chiqib kafilman. Shu vaqtgacha birinchisidan ajratib yuborgan onalarni hali ikkinchisidan ajratmaganini ko'rmadim. Hali shuncha oilalarni, onani qistovi bilan ajrashgan oilalarni birinchisidan ajrashganda ikkinchisidan ajrashmay qolib baxtli yashab ketganini ko'rmadim. Bu noto'g'ri talablar bilan o'g'lini ajrashtirib olgan onalar ikkinchi oilasidan ham ajrashtirib olishyapti. Chunki endi bu oxiratini o'ylamaydigan ona kuchaydi. Endi sizni ikkinchi xotiningiz, ikkinchi oilangiz, ikkinchi uylangan ayolingizni ham qo'rqitaveradi. Birinchi ayolingizga qilgan muomalalari, uni qanday qilib kunini ko'rsatib qo'ygani, ko'ziga ko'rsatib qo'yganlarni har kuni bir necha marta aytib, buni ham xolijoniga qo'ymaydi. Uni qanday haydab yuborgan bo'lsam, seni ham shunday haydab yuboraman. Uni o'g'limga qanday yo'qottirgan bo'lsam, seni ham yo'qottiraman. Boshqasiga uylantiraman o'g'limni deb doimiy qo'rquvda ushlaydi. Inson erkinlik bilan inson. Insonni erkinligi bo'lmasa, doim qo'rquvda, hibsda yashasa, unda bir kun keladi, joniga tegadi. Sizni erlik hurmatingizga ham tupuradi. Har kuni 100 marta qo'rqitadigan onangizga ham va butun jamiyatga tupurib qo'l siltaydi va ketadi. Vaqti keladi, 10 ta ona bitta xotinni ishini qilib bera olmaydi. Vaqti keladi, 100 ta singil bitta xotinni ishini qilib bera olmaydi. Vaqti keladi, sizni 1000 ta qizingiz bitta xotinni ishini qilib bera olmaydi. Hech kimni ra'yi, xohishi, roziligi uchun xotiningizni taloq qo'ymang. Chunki taloq qo'yilganda Allohning arshi titraydi. Ona roziligi Allohning arshidan ustunmi? Allohning arshi titraydi degani Alloh sizdan norozi degani. Onani roziligi muhimmi, Allohning roziligi muhimmi? Ona ham, xotiningiz ham baribir ayol. Ular kalta o'ylashadi. Ular baribir ayolliklariga borishadi. Bunaqa gaplarni aytish ham og'ir, eshitish ham og'ir. Bu gaplarni aytishdan oldin ko'p o'yladim. Shunchalik ochiqchasiga aytaymi, yo'qmi? Va ochiq oydin bor haqiqati bilan aytishga qaror qildim. Hozirgi onalar avvalgi onalar emas. Munisa, Mushfiqa, unday onalar o'tmishdagi ertaklarda qoldi go'yo. Hozir onalar qo'rqmasdan farzandini, o'g'lini taqdir bilan o'ynashyapti. Tap tortmasdan o'g'liga xotin quli degan tamg'ani bosishyapti. Farzandini hayotiga o't qo'yib yuboryapti. Nima bo'lganda ham biz erkaklarmiz. Biz erkaklar 7 emas, 70 marta o'ylab, bir marta kesishimiz kerak. Har bir ishimizni oxiratini juda ham ko'p o'ylashimiz kerak. Chunki ertaga aylanib, o'rgilib, kaltak yana bizni boshimizda sinadi. Lekin aytaylik taqdir taqozosi bilan siz xotiningizdan ajrashsangiz yoki xotiningiz vafot etgandan keyin taqdir taqozosi bilan boshqa bir ayolga uylansangiz, u sizni yangi uylangan ayolingizdan sizni singiljonlaringiz yoki qizjonlaringiz o'tirsa o'poq, tursa sopoq deb har bir qadamidan, har bir aytayotgan gap so'zdan ayb topishsa-yu, siz ajrashmoqchi bo'lsangiz, ajrashishdan oldin bir narsani o'ylang. Sizni mana shu ko'yga solayotgan singiljonlaringiz ham, sizni o'z pushti kamaringizdan bo'lgan qizjonlaringiz ham
sizni ajratishga ajratib, o'zlari erlari bilan kayfu safo qilib yashashadi. Hali Antaliya, hali Dubaydan turib sizga har xil rasm videolar yuborishadi. Sizga qo'ng'iroq qilib, otajon meni duo qiling deb sizdan duo so'rashadi. Sizni yolg'iz so'qqabosh qoldirib, bir oyda bir marta xabar olishmaydi-yu, lekin otajon meni duo qiling deb o'zlariga duo so'rashadi. Ungacha Xudo biladi, siz yolg'izlikdan ichikib, o'zingizni ich etingizni kamirib, yomon odatlarga ruju qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Ichkilikbozliklarga, qimorbozliklarga, nardabozliklarga ruju qo'yib, hayotingiz ostin-ustun bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha vaqtga borib jigarlaringiz, sizni pushti kamaringizdan bo'lgan qizlaringiz balkim buni tushunishar, lekin bu tushunishni endi kimga keragi bor? Bo'lar ish bo'lgan, hayot izdan chiqqan, sizni hayotingiz barbod bo'lgan bo'ladi. Alloh bizni oila deb atalmish muqaddas maskanni qadriga yetib yashashimizni nasib qilsin. Oilaviy munosabatlarda prinsiplarimizga qul bo'lib, kibrimizga qul bo'lib, hayotimizda izdan chiqishidan Allohning o'zi asrasin. Atrofimizdagi yaqinlarimiz deb atalmish insonlarni hayotimizga burun suqib, bizni yaxshi hayotimizni izdan chiqarishidan ham Alloh saqlasin. Bu yo'lda barchamizga Allohning o'zi yor va yordamchi bo'lsin.